ko'pchilik eslab qoladigan. Tanisa taniyman deydi, salom alaykum. Chegaralar yo'q bu yerda, Yevropada shu 20 tadan oshiq davlat chegara yo'q. Shuni o'tib ketaveramiz. Endi ertaga Shveysariyaga kiraman. Shveysariyada bor. Unda ham pasport tekshirmaydi, faqat uchta dokumentini ko'rib registratsiya qilib qo'yadi. Kirdi yo chiqdi. Uch tushirib, chigasi zapusto chiqib ketyapti, registratsiya qilib qo'yadi. Shu pasport tekshirmaydi, mashinani tekshirmaydi. Kamdan kam bir kontrol bo'lib qolayotgan bo'lsa, kontrolga tushib qolsak, tekshiradi mashinani. Hamma joyini balonidan tortib, hamma narsasini tekshiradi, dokumentlarimizni. Hozir Avstriyaga, Germaniyadan pochta kelib tushirdim. Endi Shveysariyaga pivo yuboraman ekan. O'tkazib beraman million. Yana pivo yuboraman. Bu yerlarda endi shunaqada ish, pivo yulamayman, spirtli